Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan o'zbek xalq musiqa ijodi fanidan mavzu Xorazm maqomlari va Farg'ona Toshkent maqom turkumlari. Rejamiz Xorazm maqomlari, ikkinchi rejamiz Farg'ona Toshkent maqom turkumlari. Maqom so'zi arab tilidan olingan bo'lib, o'rin, joy, makon, daraja degan ma'nolarni anglatadi. Xorazm maqomlari turkumi Xorazm an'anaviy musiqasining eng yirik namunasidir. U 19-asrda shakllanib, keyin rivojlangan. Xorazm maqomlari turkumi rost, buzruk, navo, dugoh, segoh, iroq va panjgoh maqomlaridan iborat bo'lib, har bir maqom o'z navbatida shashmaqomga o'xshash ikki bo'limdan iborat. Cholg'u bo'limi chertim yo'li yoki mansur deb nomlanadi. Ashula bo'limi esa aytim yo'li yoki manzum deb ataladi. Xorazm maqomlari shashmaqom kabi ustoz bastakorlar mahsulidir. Xorazmlik mashhur bastakorlar Niyozjon Xo'ja, Feruz, Komil, Muhammad Rasul Mirzo, Matyoqub Harratov va boshqalar maqomlarga yangi cholg'u qismlar bastalab, ularni shaklan va mazmunan boyitdilar. Kuy tuzilishi, lat asoslari saqlangan holda maqomlar Xorazmga xos musiqiy uslublarda ijro etilib kelingan. Buxoro maqomlari bilan qiyoslaganda Xorazm maqomlarida ba'zan ashula yo'llarining doira usullari kuy yo'llari ixchamlashtirilib olingan va biroz usul surati tezlashtirilgan yoki soddalashtirilgan. Xorazm maqomlarining chertim yo'li tarkibiga tani maqom, ya'ni ma'nosi tasnif vazifasini bajaruvchi, tarje, gardun, muhammas, saqil qismlaridan tashqari peshraf va ufor qismlari kirgan. Xorazmga xos bo'lgan cholg'u asarlari Sayri Gulshan, Zarbul Futuh, Fohti Zarb, Xafif ham ayrim maqomlar tarkibiga kirgan. Asar shakllari xona va bozgo'y asosida tuzilgan. Doira usullari sodda va yengil, ijro jarayonida o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Bunda ijroda biz ko'rganmizki, o'sha Xorazm maqomlarida, aytimlarida ba'zi bandlari doira usullari yo cho'zib, yo sekinroq yoki ba'zan tezlashib ijro qilinishi mumkin. Xorazm maqomlarining aytim ashula yo'llari tarkibida sho'balar qatori tani maqom, saraxbor vazifasini bajaruvchi, talqin, nasr, ufor, taronalar ham mavjud. Faqatgina tani maqomdan keyin ijro etiladi. Ammo ularga turdosh bo'lgan Xorazmga xos suvora, naqsh, faryod, muqaddima kabi ashula yo'llari aytib kelingan. Xorazmlik mashhur bastakorlar Hojixon Boltayev, Komiljon Otaniyozov va boshqalar. Xorazm rost maqomi tarkibi quyidagicha: chertim yo'li, tani maqom rost, tarje, peshraviy gardun, muhammas 1-2, ushoq muhammasi, saqili vazmin, ufor. Xorazm rost maqomining aytim yo'li esa tani maqom rost, tarona, suvora, naqsh, talqin, faryod, sabolar kiradi. Farg'ona Toshkent maqomlari. O'zbek mumtoz musiqasida Farg'ona Toshkent maqomlari yoki Farg'ona Toshkent maqom yo'llari maqomchilik san'atining yana bir asosiy turkumini tashkil etadi. Farg'ona vodiysida 19-20 asrlarda turkumli va turkumsiz ashula va cholg'u maqom yo'llari keng tarqalgan bo'lib, ular voha mumtoz musiqa merosida yetakchi o'rinlarni egallab, mahalliy ijrochilik an'analari bilan sug'orilgan. Farg'ona Toshkent maqomlari va maqom yo'llari 2, 3, 5 va 7 qismli turkumlarni
tashkil etadi. Ularning har biri ma'lum shoxobchalarga ega hamda sonlar vositasi bilan bir-biridan ajratiladi. Farg'ona Toshkent maqomlari orasida yirik ashilla turkumlari Bayot 1, 2, 3, 4, 5, Chorgoh 1, 2, 3, 4, 5, Gulyor Shahnoz, Dugoh Husayni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soni raqamlari bilan belgilanadi. Faqat Gulyor Shahnoz maqomidan tashqari. Masalan, Yovvoyi Chorgoh, Yovvoyi Ushoq, Yovvoyi Tanobar, ashula va cholg'u yo'llari, Cho'li Iroq, Toshkent irog'i, Qo'qon irog'i, Samarqand yoki Hoji Abdulaziz ushshog'i, Toshkent yoki Mulla To'ychi ushshog'i, Xo'jand yoki Sodirxon Hofiz ushshog'i va boshqalar. Farg'ona Toshkent maqomlari Shashmaqom ashula bo'limining sho'ba shoxobcha va taronalarning ohang, usul va shakllari tarkibida shakllangan va ashula yo'lining harakati asosida rivoj topgan. Birinchi qism saraxbor negizida, ikkinchi qism uning taronasi yoki nasr asosida, uchinchi qism saft, to'rtinchi qism qashqarcha va beshinchi qism soqinoma yoki ufar asosida. Bayot, Chorgoh va Dugoh Husayni maqomlari Shashmaqomning shu nomlar bilan atalgan sho'balari Navo va Dugoh maqomlari asosida yaratilgan bo'lib, Gulyor Shahnoz esa turli maqom sho'balari Segoh va Rost maqomlari asosida yuzaga kelgan. Ushbu maqomning 5 ta qismi o'z nomiga ega. Gulyor Shahnoz, Chapandoz Gulyor, Ushshoq va Ufari Gulyor deb ataladi. Gulyor Shahnoz maqomi o'z tuzilishi jihatdan boshqa turkumlardan tubdan farq qiladi. Lekin Gulyor Shahnozning shoxobchalari mazmunan va usluban ancha murakkab, original ashula maqom yo'llaridir. Ular jozibali, yoqimli ham ta'sirchan ohanglarga boy. Chorgoh maqom turkumi 5 qismli bo'lib, Shashmaqomning Dugoh maqomi sho'balari asosida yaratilgan. Chorgoh 1 o'zining ulug'vorligi, yoqimliligi bilan Dugoh saraxbori kuy shakli sifatida yuzaga kelgan. Lekin kuy rivoji qisqartirilgan va unga ma'lum o'zgarishlar kiritilgan. Daromaddan avjiga kuy yo'nalishi va harakati saraxborga o'xshash doira usuli, surati, she'r vazni saqlangan. Chorgoh 2 tarona uslubida Chorgoh safti variantidir. Chorgoh 3 Chorgoh saftisi asosida aytiladi, ammo uning doira usuli va shakli soddalashtirilgan. Chorgoh 4 Chorgoh safti qashqarchasi ko'rinishida bo'lib, kuy mavzui, shakli va doira usuli saqlangan. Chorgoh 5 ufor doira usulida bo'lib, uning surati ancha sustlashtirilgan, lekin ijro uslubi o'ziga xosligi bilan xarakterlanadi. Chorgoh maqomi turkumli vodiy ijro uslubiga moslashtirilgan holda Shashmaqom sho'balaridan qisqartirib olingan. Kuy harakati va rivoji, hanglar ishlatilmasligi, avjlar qisqartirilishi yoki umuman tushirib qoldirilishi, usul variantlari qo'llanilishi bilan ravshan bo'ladi. Farg'ona Toshkent maqomlarini targ'ib etishda Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Sodirxon Hofiz, Bobosharipov, Yunus Rajabiy, Abduqodir Ismoilov, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, Imomjon Ikromov, Orifxon Xatamov, Rasulqori Mamadaliyev, Ochilxon Otaxonov, Abduhoshim Ismoilov, Mahmudjon Tojboyev va boshqalar
maqom yo'llarini yanada boyitish, yangi namunalarni ijod etishga katta hissa qo'shganlar. Farg'ona Toshkent maqom yo'llariga hissa qo'shgan bastakorlar Mulla To'ychi Toshmuhammedov, To'xtasin Jalilov, Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Rasul Qori Mamadaliyev, Sultonxon Hakimov, Jo'raxon Sultonovlar va boshqalar ko'plab xizmatlar qilganlar. Xulosa qilib aytganda, Xorazm maqomlari va Farg'ona Toshkent maqom turkumlari Shashmaqom bilan bog'liqdir.